Qadrli obunachilar, jigarlarim, sizlarga mana puli arzon, puli yengil Tiko istab yurganlarga mana istab topib yurib Bobur akamdan arzon chagandan mana ikkita zo'r Tiko topib qo'ydik, xudo xolasa. Bobur aka o'z ma'lumotlar. Rasprodaja bo'lib ketibdi Tikolar mana. 2002 motor 2002 korotkasi zo'r. Old orqasi putur. Minishga tayyor. 5 ta. Balonlari 13. Minishga tayyor mashina aka. 2002 $1250 oxirgi. Oh, $1250 Tiko bozorda va rasprodaja bo'ldi mana. Bunaqasi hali bo'lmagan. 4 ta yumshoq baloni bor ekan. Motor hadovoy korobkalarda ishi yo'q ekan. 13 balon qo'yib qo'yibdi mana. Ichki holatlari mana, chexollari hamma yo'g'i joy-joy. Minishga tayyor, rushnoylari ham joyda ekan, ishlaydi ekan mana. Ko'rinish holatlari mana orqa tomondan. Tiko mana rasprodaja bo'lib ketdi. Juda arzonlab ketdi akalar. Dastavkasi ham ichida. Vodiyga bepul ekan, dastavkasi ichida ekan Bobur akadan. Ha, benzin ham quyib bergan 5 ta ichiga. Sizlarga dastavka qilib olib borib beradi. Aka nomerni aytib bersa bunga? 99lik 99lik 006 006 05 05 33 05 33 raqamiga aloqaga plastik chiqib kartalangan savdolarimiz bor. Plastikka ham savdo bo'laverar ekan. Uzoqda yurgan akalarga plastikka tashab bersa ham bo'laverar ekan. Qilib bera olamiz. Dastavka bo'ladi akalar, Andijon bo'ylab. Olib borib beramiz, hech qanaqa hujjatga yugurmaydi. Generalni qilib olib borib berar ekan. Eng qizig'ini aytaymi obunachilar, mana shu mashinamiz juda arzon. Nech pul deb o'ylaysizlar mana? Nechi? Qanaqa? 96 karey. 96-yil koreyskiy mashina ekan. Oppoq rangda, 4 ta yumshoq baloni bor. Balonlar o'rtacha holatda. Matiz sidinalar qo'yilgan aka. Matiz sidinalar qo'yilgan. Korobkasi zo'r, 5 talik korobka. 5 talik korobka. Pasport yo'q, minishga tayyor aka. Pulini ayting aka qizig'i. Narxi aka eng so'nggi narxini aytamiz, $950 dastavkasi ichida. $950 ga dastavkasi ichida mana Tiko sizlarga. Arzon Tiko uka ko'rsat deysizlar mana hurmatli obunachilar sizlarga. Orqa-oldasi butun ekan mana. Yurish-turishlari yaxshi deb aytishyapti. Matiz sidinada ekan mana ko'raverasizlar. Shulargacha ishlaydi. Rushnoy ham ishlar ekan. 5 talik korobka ekan mana. Apshipka holatlari mana ichki holatlari yaxshi xudo xolasa. $950 deyapti. Andijon bo'ylab dastavkalarimiz bor. Plastiklarga ham savdo bor deyapti. Sporlilari bor aka. Sporlilari bor ekan mana. Xudo xolasa zo'r qilib chiroyli qilib qo'yishdi mana. Oldi kapotlarini hozir ko'rsatamiz ichki holatlarni akalar. Rosan qani? Mana ko'raverasizlar ichki holatini mana. Motor yuvilmagan xolos, lekin mana ekolari ham yo'g'i joyida. Svarkalari yo'q. Shungalarga mana svarkasi yo'q, butun. Old orqasi yaxshi ekan mana. 4 ta balon bor. 4 yumshoq baloni bor mana. Ko'raverasizlar. Eng arzon mana. Tiko bozoricha bombasi mana. Bitta bo'lib turibdi mana. Narxi bitta, $950 dastavkasi ichida ekan. 616 auksion nomeri. Aha, auksion nomeri 616 ekan. Generalni qilsangiz nomer shunday qolar ekan mana. Ko'raverasizlar. Voy. 600 gram oshi ham bor, priziga. Oho, 600 gram oshi ham bor ekan prizga hoji akamdan mana. Ha, bu akam bo'ldi hisob. $950 ga mana tayyor Tiko aka. Yo'q, kesib tashlaymiz. Mana ko'raverasizlar akalar. Puli arzonni ko'rsat, yurish-turishi yaxshi, normal Tiko ko'rsatganlarga yurish-turishga javob ekan. Bobur akam aytadi mana. Ikkita mashina. $1250, $950. Ko'raverasizlar akalar.